Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bir dim foydali videoni ko'rib chiqamiz. Video Xorazmdagi mebel narxlari nechik degan temada bo'ladi. Nechik mebellar bo'ladi? Spalni, stol stul, divan kreslo, ofisli mebellar, umuman har xil turdagi mebellar shu bilan birgalikda chinnilar ham narxlarini ko'rib chiqamiz. Videoni esa Urologiya markazining yonboshida joylashgan mebel markaz va chinni markaz do'konidan ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Ko'rib tursa, bu do'kon dim katta bo'ladi. Har xil mebellar, har xil chinnilar, kerak bo'lsa ham berdigan kumush taqinchoqlar ham har xil narsalar bor. Bunda satlar ko'rib tursa, xullas o'zlaringiz uchun kerak bo'ladigan dim ko'p ishlarni bu yerdan bitirib ketsangiz bo'ladi. Hozir sizlar bilan bir yondan mebellarni obzor etib, narxlarini ham ko'rib chiqamiz. Shu boshda turgan stol stul komplektimizni sizlar bilan qisqacha obzor etib ham ko'rib chiqamiz. $200 aksiyada turibdi ekan hozir. Buning ichine bir dona stol, 6 dona stuli giradi. Stullarni ko'rib tursa, bu yerda seri sveti bor. Buni karkasi, oyoqlari metaldan bo'ladi. Buni har xil rasvetkalaridan bor. Stola keladigan bo'lsak, stoldan ko'rib tursa, MDF krashniy materialdan. Bu yerda yog'och svetdagi modelimiz turibdi. Buni ham har xil svetlari bor. Qorasi, oqi, o'zingizni vkusingizga moslab, uyingizni interyeridan moslab olaverasizlar. Oyoqlarini kачественный eman yog'ochdan ishlangan bo'ladi. Ustunda yana bagema naborlar, pasuda naborlar turibdi. Bu pasuda naborimizni narxlari bilan qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsak, pasuda naborlarimiz 12 odamlik nabor 930 ming so'mdan boshlab 5 million odam bor. 12 odamlik bo'ladi. Ichida 74 dona pasudasi bo'ladi ularning ichida. Bagemalarimiz esa bagemalarimiz 580 ming so'mdan boshlanib 6 million 100 odam bor. İçinde 12 dona narsasi bo'ladi. Hozir bularni bir yandan ko'rsatib o'tamiz. Bu yerdagi pasuda naborimizni ko'rib tursa, nechik chiroyli, nechik vid bilan ishlangan. Vidlarni bir ko'rib o'tinglar. Bagema naborlarimizdan vidlarni ko'rib tursa, bemalol kelib bizning chinni markaz do'konimizdan haydasangizlar bo'ladi. Adresimizga keladigan bo'lsak, Urologiyaning yonida nomerimiz 33lik 743 79 99 bo'ladi. Mebel markazimiz nomeri esa 90lik 433 79 99. Hammangiz do'konimizda kutib qolamiz. Endi keyingi stol stulumizga keladigan bo'lsak, stolimizni ko'rib tursalar, 4 oyoqli bo'ladi. Usti MDF krashniy, glyansli etib, chiroyli etib ishlangan. Mramorniy uzor berilgan, oyoqlar ham kачественный etib ishlangan. Stullarimiz o'zi отдельный bir tema. Bu stullarımızın 3 xil modeli var. Samuray, Van, Bagomol degan modellar. Material, mo'yshiy material bo'ladi. Matras ham o'sir chiqqan edi. Sifatli narsa. Oyoqlar ham metaldan, xohlasangiz ham oq xildan o'zgartirib bersak bo'ladi. O'zingiz didlaringizga qarab videoni bir baho berib qo'yasizlar. Bon tarafda esa aksiyamizda turgan $200 aksiyamizda turgan navbatdagi stollarimiz. Yuma yanına taxlaq qo'yibmiz. Street modelidagi stullarni. Bu street modeldagi stullar plastikdan ishlangan bo'ladi. Hali ularni yana batafsil ko'rsatib o'tamiz. Kafe, restoranlar, fast foodlar uchun dim zo'r variant bo'ladi. Bu yerdagi pasuda naborimizdan ko'rishlaringiz mumkin. Narxlarini yana ham hozir men общий narx aytib o'tdim. Batafsil biljak bo'lsangiz, описаниедagi nomer telefon bilsangizlar ham bo'ladi, yoki kommentariya yozsangizlar, xudo xolasa sotuvchilarimiz javob berib o'tadi. Videoni ko'rib baho berishingiz mumkin. Sifatini ham bemalol do'konga kelib ko'rishingiz mumkin. Bon tarafda esa Tesla modeldagi stolimizni va samuray stullarimizni ko'rishingiz mumkin. Stolimizga baho berib qo'yinglar. Bu yerda qora rangi, oyoqlari metaldan qora rangda ishlangan bo'ladi. Dim kачественный narsa, usti glyansli bo'ladi, chiroyli, bino mramorniy uzor berilgan. Buni xohlasangiz oq variantlar ham bor. Ustundagi pasudalar ham o'zidan qo'shadigan bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Bagema naborlarimiz ham bon tarafdagi assortiment dim ko'p. İtalyanskiy, turetskiy, kачественный brendlarning kачественный mahsulotlari bo'ladi. Bemalol kelib haydasangizlar bo'ladi. Общий bir yandan yana ham ko'rishingiz mumkin. Stol stullarni, pasudalarni, bagemalarni. 6 kishilik stol stullarni ko'rsatib o'tdik. Endi bu yerda 8 kishilik stollarni ko'rishingiz mumkin. Yine oq svetdagi modelimiz ko'rib tursa, dim chiroyli etib ishlangan. Narxina keladigan bo'lsak, narxi 3 million 100 ming so'm bo'ladi. Bellar ham yosh bolalar, boshqalara jarohat yetirmasligi uchun mushlari, kirralari yo'qotib ishlatilgan bo'ladi. Oyoqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Oyoqlar ham dim kачественный etib ishlangan, chiroyli etib ishlatilgan.
Üstü glansiy bo'ladi. Bunda yog'och svetdagi modelimiz bor. 4 oyoqli bo'ladi. Oyoqlar ham sifatli eman daraxtidan ishlatilgan. Bunning klassik variantdagi stollar libo interyerga tushib ketaveradi. Uyingizning sveti vot oq olsin, vot qora olsin, vot boshqa rangda olsin tushib ketaveradi. Ustundagi bagemalar borlarni, pazdona borlarni ko'rib bagemalar bilan pazdolar bir-birisiga qo'shib tutdi. Dim neobычный vид ber tutdi. Mini stol bilan komplekt narxini hisoblatib olib kelsangiz bo'ladi. Do'konimizga kelib, Chinni markaz do'konimizda hammangizni kutib qolamiz. Nomerlarimizni aytib o'tamiz yana bir bor. 33lik 743 7999 telefon urib, narxlarni bilib, savdolashib, bemalol gap olib ketaverasizlar. Ha, yana bir narsa, yetkazib berish xizmatimiz Xorazm bo'ylab bepul bo'ladi. Bon tarafdagi keyingi pasodalarning bagemalarni ko'rib tursa, dim raskoshni aytib ishlangan. Shohona ko'rinishda deymizmi? Videoni operator bir ko'rsatib berasan o'pishing. Bon tarafda sizlarga yana bir neobычный stullarimizni ko'rsatib o'tamiz. Oranjiy yozgi kunda dim modada, trendda bo'lib turgan rang oranjiy svetdagi stullarimiz bo'ladi. Mo'yshi materialdan oyoqlari yana metalik bo'ladi, karkaslari ham metaldan bo'ladi. Buni xohlasangiz oyoqlarni qora variantdan qilib beraveramiz. Stollaringizni uyingiz interyeridan qo'shib o'rnatib, narxi 420 ming so'm bo'ladi. Savdolashib kelib olib ketaverasizlar. Buni ham yetkazib berish xizmatimiz Xorazm bo'ylab bepul. Xohlasangiz o'ylaysiz Qoraqalpog'istonda bo'lsa, Qoraqalpog'iston Respublikasidan Nukusdan ham yetkazib beraveramiz. Bon tarafda spalni komplektlarimiz videoni oxiridan ko'rib tursangiz, oxirida spalni komplektlarimizdan obzorlashib o'tamiz. Bizlarnikidan narx boshqa hech qaysi do'kondan topolmaysizlar, unga javob beramiz. Biz Xorazmga aylanib chiqsangizlar ham dim shikolat narxlarda qo'yib qo'yganmiz. Aytganimning oxirida spalni komplektlarimizni obzorlatib o'tamiz. Bon tarafda esa navbatdagi stol stulimiz bu nerlarga yetadi? Hozirda ko'pchilik food trucklarda, ko'chalarda kichkina kafelarni, marajixonalarni ochib tutdilar. Shuning joylariga dim yetadi. Bular ko'rib tursa, yana stullarni ko'rishingiz mumkin. Metaldan ishlangan, machalkalar ham, materiallar ham qo'shimcha etib ishlangan bo'ladi. Dim udobniy, mustahkam narsa. Stollarni ko'rib tursa, stollar ham, vidlar ham dim chiroyli. Aytganimning ko'chada food truck biznes atasizmi, marajixona, kichkina kafe yasasizmi? Ortiqcha joy ham egallamaydi, ishlatib bo'lib, stulni yana tenada qilib qo'yaverasizlar, lishni joy egallamaydi. Joydan ham ekonomatasizlar, plan ham yonbop bo'ladi, biznes sohasini boshlab beraverasizlar. Bunday narsalar albatta bizning mebel markaz do'konimizda bo'ladi. Navbatdagi mebellarimizda navbatdagi stol stullarimizni o'tadigan bo'lsak, Trit modeldagi plastikdan bo'lgan stol stullar bo'ladi. O'zbekistonda yagona bo'lgan Trit kompaniyasining Xorazmdagi yagona dillerimiz bizda. Birinchi qo'l eng qulay narxlarda bizdan haydasangizda bo'ladi. Sizlar kafe ochsakmi, fast food, marajixona ochsakmi, dim udobli narsa plastikdan bo'ladi. Yana stollarimiz ham, stollarimizning oyoqlari metaldan bo'ladi. Ko'rib tursa, ustidan qattiqsinli narsa. Stollarimizdan har xil modellari bor. Stollarimizning timoloq variantlari bor, stollarimizdan har xil modellari bor. Yana bunda ko'rishingiz mumkin. Mягкий variantlaridan bor. Yelimdan sifatli plastikdan ishlangan bo'ladi. Bir narsalar birinchi sort. Bam Trit modelimiz kichkinaroq varianti 2 odamlik, bunda 4 odamlik variantlari bor. Bemalol kelib xarid etaversa, hamyonbop narxlarda batafsil ma'lumot olish uchun esa do'konimizga kelishingiz mumkin. Ya bo'lmasa telefonlarimizga bog'lanishingiz mumkin. 90lik 433 79 99 mebel markazi nomeri bo'ladi. Bemalol telefon urib, batafsil ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Yetkazib berish xizmatimiz bepul bo'ladi. Bon tarafda ofislaringiz, kafe restoranlaringiz uchun, studiyalaringiz uchun yana ham chiroyli variantdagi stol-stullarni ko'rishingiz mumkin. Buning kreslolarimiz yana qo'shinli bo'ladi. Mo'yshi materialdan ishlangan. Narxlari 1 million 300 ming so'm bo'ladi ekan. Mana bunda boshqacha variantlari bor. Bular ham karkaslari, oyoqlari mustahkam metaldan ishlangan bo'ladi. Stollarimiz ham ko'rib tursa, mana timoloq xillari, bunda 4 burchak xillari bor. Ham bu stollarimizni ko'rishingiz mumkin. Menimcha bular salonlar uchun dim idealniy variant bo'ladi. Bu tarafda esa divan kreslolarimiz, Ramashka modeldagi divan kreslolarimiz uchisi komplekt 4 million bo'ladi. Bunda yana jurnalli stollarimiz ham bor. Üst shishali bo'ladi. MDFdan ishlangan bo'ladi. Dim sifatini javob beradigan narsalar yetkazib berish xizmatimiz Xorazm bo'ylab bepul. Narxlari esa обязательно hamyonbop bo'ladi. Bunday narxlarni Xorazmda boshqa do'konlardan topsangiz dim qiyin. Bizning mebel markaz do'konimizga kelaverasizlar. Indasa sizlar bilan spalni komplektlarimizning narxlarini ko'rib chiqamiz, ketdik. Indasa spalni komplektlarimizni qisqacha obzor etib, narxlar bilan birga aytib o'tamiz.
4 üstüne chiroyli variantda Malushi Svet ishlangan spalni komplektimiz. Bu spalni komplektimiz ichida 5 dona narsa keladi. Spalnisi, shkafi, 2 dona tumbushkasi и trimasi. 4 ustda chiroyli avtomobillarda Gold Svetda uzorlan berib ishlangan. Trimani ko'rishingiz mumkin. 2 eshikli, 2 tortmali bo'ladi. Tortmalar ham teleskopik направленияli bo'ladi. Mягкий girib chiqadi. Shkafimizga keladigan bo'lsak, shkafimiz 6 eshikli bo'ladi. Yurtda kattagina shkafimiz ham, spalnimiz ham dim chiroyli, dim shohona ko'rinib turibdi. Bu tarafda esa trimamiz. 2 dona trimamiz bo'ladi. Trimamiz ham dim chiroyli etib ishlangan. Narxi esa 10 million. Ichida o'rnatib berish, yetkazib berish xizmatlarimiz ham bo'ladi. Navbatdagi spalni komplektimiz. Bu komplektimiz ichidan 5 dona narsasi bo'ladi. Spalnisi, shkafi, trimasi, 2 dona tumbuchkasi bo'ladi. Spalnining yurtda novda tutdi. Kattagina 2 odamlik spalni, shkaf 6 eshikli bo'ladi. Zapasida yana kichkina 6 dona eshigi bo'ladi. 2 dona zerkalasi bor. Bu tarafda trima, kattagina oynali. Yurtda bir eshik, 3 tortmali bo'ladi. Tumbuchkalar ham yurtda teleskopik направленияli bo'ladi. Kattagina etib ishlangan. Narxi esa dim shokolad. Bu komplektimizning, bu modelimizning narxi 6 million 700 ming so'm. Ichida o'rnatib berish, yetkazib berish xizmatimiz ham bepul bo'ladi. Keyingi modelimizni ko'ramiz. Navbatda 2 dona spalni komplektimizni ko'rsatib o'tamiz. Bularning birisini adı Ronaldo model bo'ladi, birisi Canen model bo'ladi. Yana yurtda yog'och svet etib ishlangan, bu esa yog'och bilan seriya svet kombinirованный etib ishlangan bo'ladi. Narxlari dim shokolad bo'ladi. Bu komplektimiz ichidan ham 5 dona narsa keladi. Spalnisi, shkafi, trimasi, 2 dona tumbuchkasi. Bu komplektimizda ham shuning shkafi, spalnisi, trimasi, 2 dona tumbuchkasi yurtda. Narxlar esa bu modelimiz 6 million. Bu modelimiz 6 million 200 ming so'm bo'ladi. İçində yetkazib berish, o'rnatib berish xizmatlarimiz ham bor. Raqamlarimiz 90lik 433 79 99. Keyingi videoda esa sizlarga 3 million so'mlik spalni komplektimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Buning ichida 5 dona narsasi bo'ladi. Spalnisi, shkafi, 2 dona tumbuchka va trimasi bo'ladi. Bu narsa sizlarga qiziqmi? Maksimalniy kommentariy yozinglar, like bosinglar, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Shuning qiziqarli mebellar, posudalar haqida qiziqarli videolar, narxlar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizning Mebel Markaz YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.